Assalomu alaykum. Men Otaxon Musaxo. Namangan shahar Davlatobod tumanida tug'ilganman. Yoshim 22 da. 4 yildan buyon Smart Water loyihasi bo'yicha ishlaymiz. Bu startapni boshlaganimizda men hali endi ikkinchi kunim tugatgandim. Hali talaba bo'lganman. Shunchaki bo'sh vaqtlarimda loyihalar olib turardim, lekin aynan biznes tajribaga umuman ega bo'lmaganman. 2021-yil Technoways ko'rik tanlovida qatnashganmiz. Bu yerda juda ko'plab loyihalarni ko'rib, ularga qiziqish bildirgandan keyin shu narsa ilhom bergan. 2021-yil prezident qarori bilan suv xo'jaligi vazirligi tomonidan boshlangan. Biz bu loyihani eshitganimizdan keyin tezda bu loyihani amalga oshirishga kirishganmiz. Smart Water loyihasi kanal, ariq, suv havzalari, meliorativ quduqlar va suv dambalari va boshqa ko'plab ochiq va yopiq suv havzalarida suv sarfini hisoblash uchun ishlatiladi. Misol uchun bu qurilmamiz suv omborlarini filtratsiya suvlarini o'lchash uchun ishlatiladi. Bu qurilmamiz kanaldagi suvni sathini onlayn monitoring qilish uchun ishlatiladi. Birinchi chiqargan versiyalarimizdan hisoblanadi. Hardware tomonda bo'lgan qiyinchiliklar ancha injenerlar narsasi maslahatlar kerak bo'lgan, o'sha tomondan ko'p qilganmiz boshda. Asosan bu loyihaga birinchi o'rinda bizni qo'yishmaydi degan fikr bo'lgan. Ba'zilar o'sha qo'yishmaydi degan bo'lsa, ba'zilar shunchaki bu loyihani biz qila olmaymiz degan fikr bildirgan. To'g'risi, bu loyihani boshlashimizda birinchi investitsiyani, birinchi ishonch bildirgan, shunchaki pulim kuysa ham, ya'ni pulim yo'q bo'lib ketsa ham, shu turib opam bergan birinchi pulni. Kuyib ketsa ham, mayli bo'lsa ham, prosta sinib qolmasin deb bergan. Investitsiya so'rash boshqa to'g'risida nima ham fikr bo'lmagan, shunchaki o'sha boshlanishida birinchi opam yordam bergan, keyinchalik shu uydagilar nima qilib, undan keyin biznes o'zini oborotidagi puldan nima qilgan. Loyihani katta kichikligiga bog'liq. Misol uchun eng katta loyihamizga hozir 5 million investitsiya so'raganmiz. Startapimiz yutuqlaridan biri biz faqatgina qaysidir tashkilotlar bilan emas yoki qaysidir viloyatda emas, ya'ni respublika bo'yicha ishlayotganimiz, yutug'imiz bo'lsa, qaytarilmayotgani va shu sifatli deb topilayotgani deb o'ylayman. Va biz eksportga chiqishga, ya'ni boshqa davlatlarga ham chiqishga harakat qilyapmiz. Oxiri shuni tushundimki, ya'ni zo'r mutaxassislarni o'z jamoangizga jalb qilishingiz sizga qimmatga tushadi biznes tomonidan. Shuning uchun asosan injenerlar va dasturchilar va boshqa nimalarni asosan outsourcedan ishlatishga harakat qilaman. Bu optimal yechim. Startap ishga tushgandan keyin ikki bosqichda bo'lgan. Boshlanishida o'zim hamma yo'g'i qilaman, uddalayman deb ancha vaqtimni, kuchimni sarflab bo'lganman. Ko'proq delegirovanyani yo'lga qo'yib, vaqtimni sal ko'paytirib, ishimni sal kamaytirganman, lekin shuni hisobiga daromadni ham oshirishga erishdim. Hamma narsani tashlab ketmoqchi holat bo'lgan. Hamma narsani o'zim qilishga harakat qilib boshqa qilganman. Keyin tushunib yetganmanki, vazifalarni bo'lib berish yo'lga qo'ymagunizcha siz o'zingiz bitta biznesga yetmaysiz. Yetgan taqdiringizda ham biznesdan bo'sh vaqtingiz bo'lmaydi. Faqat biznes bilan yashashga to'g'ri keladi. Birinchi navbatda biznesdan olgan hozirgi holatda eng katta nimam shu vazifalarni bo'lib va ularni alohida nazorat qilish eng katta sabog'im. Dunyo bo'ylab, ya'ni boshlang'ichga O'rta Osiyo, keyin dunyo bo'ylab boshqa shunga o'xshash qurilmalarni ham ishlab chiqarish va ularni yetkazib berish, o'z brendini o'rnatish. Hamma narsani o'zim kallam bilan qilmaslikka harakat qilishni va mutaxassislarni boshdayoq jalb qilishni. Shu nimani o'zi menga bir martalik 500 millionga tushgan. Birinchi o'rinda loyihani startapning bozori bor yoki yo'qligini tekshirib olish.